yuzingizdagi ugrilar ketadi. Teridagi husnbuzarlardagi ugrilarning yiringlarini chiqarishda juda ham zo'r yordam beradi. Terini qayta tiklanishiga, yiring yig'ilayotgan ovqat orasiga kanallarning faolligini pasaytirib tashlaydi. Ya'ni mahsulotlarni qamrab olib chiqib ketish, ugri yaxshi ko'radigan mahsulotlar, yuzingiz toza bo'ladi, tiniq bo'ladi. Albatta men sizlar bilan bitta maz haqida gapirib beraman. Bu maz aynan husnbuzar kasalligida juda ham yaxshi yordam beradi. Dermatologlarni sirli mazi desa ham bo'ladi buni. Yoki bu mazni o'zini mo'jizaga qiyoslasa ham bo'ladi. Birinchidan ugrini birinchi, ya'ni yengil darajasi emas, ikkinchi va uchinchi darajalarda bu maz juda zo'r yordam beradi. Ham arzon narxi, bitta Coca-Cola'ning puli. Bu bilan siz ugridan xalos bo'lishingiz mumkin. Bu maz boshqa mazlardan farqi teridagi husnbuzarlardagi ugrilarning yiringlarini chiqarishda juda ham zo'r yordam beradi va og'ritmaydi, hattoki dog' qoldirmaydi. U yiringni chiqarib olishni siz bilmaysiz. Mazni o'zi ishlaydi. Bu maz ixtiyol mazi deyiladi. Ixtiyol tarkibi ixtamol va vazelindan iborat. Ozroq oltin gugurt massasi bor, salgina hidi bor. Shunisi bilan, shu hidi bilan sal bemorlarga yoqmasligi mumkin, lekin o'tkir hidli emas. Bu maz ugrini yiringli, tugunchali, kistozli formalarda juda ham zo'r ishlaydi. Ya'ni boya tepada yuqorida aytdim, bu maz nima uchun boshqa mazlardan qulay, yaxshi? Sababi bu odatda terini yallig'lanishiga qarshi, terini qayta tiklanishiga, terini yumshatishiga va teri ostida yiringlarni tortib olish. Boshqa mazlarda to'g'ri shunday xususiyatlar bor, lekin teri ostida yiring yig'ilayotgan kapsulasi qolib ketadi. Ixtiyol boshqa mazlardan farqi teri ostida o'sha yiring yig'ilayotgan kapsulasi bilan ham tortib oladi. Natijada yiring qayoqqa yig'iladi? Albatta bu qaytalanmaydigan holat hisoblanadi. Shuning uchun bu ixtiyol mazi boshqa mazlardan birinchidan og'ritmaydi, bilmaysiz siz uni. Ikkinchidan 3-4 ta funksiyani bajaradi bir vaqtning o'zida. Yallig'lanishga qarshi, terini namlaydi, terini regeneratsiya qiladi va yiringni kapsulasi bilan birga tortib oladi. Ana endi qo'shimcha ravishda ugridan xalos bo'lish uchun 2-3 ta tabletkani ham bir vaqtda foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta ugrilarni stafilokoklar, streptokokli infeksiyalar qo'zg'atadi. Antibiotik zarur. Tabletka doksasiklin tarkibli preparatlar bilan bitta tabletkadan kuniga 2 mahal ovqat orasiga 15 kun, 20 kun kasallikni darajasiga qarab qabul qilsangiz ugrilardan xalos bo'lasiz. Yana bitta tabletka bor. Trihapol, metronidazol sostavli. Bitta tabletkadan kuniga 3 mahal buni ovqatdan so'ng ichsangiz, kasallik darajasiga qarab 10 kundan 20 kungacha qabul qilsangiz, oshqozonda Helicobacter pylori, bu trihapol, metronidazol o'ldiradi bu bakteriyalarni va teri ostida kanallarning faolligini pasaytirib tashlaydi. Ya'ni Dermatococos folliculorum kanallarini faolligini pasaytirib tashlaydi. Demak, metronidazol 250 mg da chiqadi. Bitta tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan so'ng 10 kundan to 20 kungacha ichsa bo'ladi, qabul qilsa bo'ladi. Yana bitta muhim maslahat, oshqozon ichak traktni tozalash, mikroflorani tiklash, ichkaridan zararli mahsulotlarni qamrab olib chiqib ketish, antisorbentlar, polisorb yoki laktofiltrum bitta tabletkadan kuniga 3 mahal och qoringa ovqatdan 30 minut oldin qabul qilsangiz, buni hatto 1 oygacha qabul qilsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, yuzingizdagi ugrilar ketadi
va terisi toza bo'ladi. Va albatta parhez qoidalariga rioya qilsangiz, bu husnbuzar kasalligidan forig' bo'lasiz. Ya'ni husnbuzar kasalligining sabablari ko'p. Oldingi videolarimizda aytganmiz. Gormonal fon, endokrinologik faoliyat, oshqozon ichak traktidagi buzilishlar va parhez qoidalariga rioya qilmaslik. Agar gormon fonlaringizda o'zgarishlar bo'lmasa, men yuqorida aytib o'tgan tavsiyalarimni qilsangiz, ugridan butunlay qutulasiz. Parhez qoidalariga ugri yaxshi ko'radigan mahsulotlar, sut va sut mahsulotlarini umuman qabul qilmaysiz. Sut va undan hosil bo'ladigan mahsulotlar chakka, suzma, kefir, tvoroglar, qaymoq umuman qabul qilmaysiz. Pista, bodom, yirg'oq, sho'rdanak, simishkalar, chaqchuqlar, ularni ham qabul qilmasangiz, gazli ichimliklar hamda fast food mahsulotlaridan cheklansangiz, ularni qabul qilishni to'xtatsangiz, yuzingiz toza bo'ladi, tiniq bo'ladi. Albatta bu muolajalardan so'ng parhezni ushlab tursangiz, vulgarniy ugri kasalligidan qutulgan bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, o'smirlarning bu kasalliklari juda ko'p hozir. Bu kasallik haqida muhim tavsiyalarni berdim. Agar sizda qanday kasalliklar haqida tavsiyalar kerak bo'lsa, albatta kommentariyaga yozing yoki Telegram gruppamga o'tib ham yozsangiz javob qaytaraman. Chunki terida kasalliklar juda ham ko'p va ularni davolash o'ziga yarasha e'tiborni talab qiladi va individual yondashuvni talab qiladi. Shuning uchun teri kasalliklarida bir kasallikka ishlatiladigan preparatlar ikkinchi kasallikka ta'sir qilmasligi mumkin. Terida toshmalar toshyapti-ku, umumiy hamma dorilar yoki mazlar, kremlar ta'sir qiladi-ku degan fikrdan yiroqda bo'ling. Sizlar bilan men dermatolog Ja'far Saripov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizga ko'rishgunizcha xayr. Salomat bo'ling.